Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa mana bizda natijalar sizlar bilan ulashib boramiz deb aytgan edim. Birinchi videolarimizda guvoh bo'lib turgan edik. Ilon baliqlarimiz mana bu natijalari. Bu ikkinchi partiyasi bo'ladi. Mana akalar. Sonini bilmayman endi qanchaligini. Bu ham bir Allohning ne'mati. Dafnalari ham bor mana. Oziqlanishi uchun. Mana ko'rinyaptimi yo'qmi bilmadim. Qanchalik ilon baliqlarimiz. Bu yoqda mana yana bir to'pi bor. Bu yoqda ham mana. Bu kecha mana shu nimadan tuxumda yorib chiqqanlari va undan oldingilari mana bu yoqda. Bu ilon baliqlari o'zini partiyasi bilan boqadigan bo'lsangiz, ya'ni bir xil mavsumda bitta onadan chiqqanlarini boqadigan bo'lsangiz, hammasi yaxshi bo'ladi. Mana bu yoqda sal kattaroqlari tayida turibdi. Nimaga bu suv o'tlarini tashab qo'ygansiz degan bo'lsanglar, dafna ko'payishligiga yordam beradi. Mana bu yoqda ham dafnalari bor. Mana shu dafnalari bilan mayda shunaqa bir mavjudotlar bilan oziqlanadi. Bunisiga mana ko'rib turganingdek katta bo'lib, shustri bo'lib qolgan. Qanaqadir xavf sezadigan bo'lsa, qochadi. Hozir bitta ko'rsatib beraman. Mana tayida mana qanchasi bor mana. Bu baliqligi bilinib qolgan o'sha. Mana katta bo'lib qolgan. Adashmasam bu yoqda bir 1000 tacha bo'lsa kerak. Xudo xolasa yana ikkita matishni olib keldim. Mana guvoh bo'lib turganingdek 5 kilolik ilon baliqlarimiz. Kattasi. Bu yoqda mana ikkinchi para bo'ladi. Bu ham xuddi shunaqa razmerdagi ilon baliqimiz. Buni men kecha ko'ldan olib keldim. Bu yoqdagilari mana naryadagi baliqlarimizni bolalari. Bu yoqda mana 2000 tacha bo'lsa kerak. Mana mayda narsalar mana oziqlanyapti, ko'ryapsizlarmi? Pastga tushib olib o'sha dafnani oldiga kelyapti. Hozir mana bu tomondagi matishning baliqlarimiz. Hozir kamerada yaqinlashib ko'rsatishga harakat qilaman. Qanchalik ko'rinadi bilmadim. Mana shu yerda shu o'rtada ochiq joyda ikralari bor. Keyin yana tuxumdan yorib chiqqan. Bu yoqdagi basenimizdagi baliqlarimiz ham xuddi shunaqa matishni ikra qo'yib, baliqqa aylangandan keyin, ya'ni baliq bo'lib tuxumidan yorib chiqqandan keyin alohida qilib olib qo'yganmiz. Sababi nimaga? Endi bu yoqda ushbu katta ilon baliqlarimiz oziqlanishligi uchun mayda malyoklar tashaganmiz. O'sha malyoklar qirib tashlashi mumkin. Mana bu yoqda ko'rinyaptimi sizlarga? Mana shu mayda malyoklar agar vaqtida olib tashlamasangiz, ya'ni ilon balig'i bolasini sal o'zini tutib oldimi, o'zini mahkamlab oldimi, sirasi olib qo'yish kerak shunaqa basenlarga. Bo'lmasam hammasini yeb qo'yish mumkin. Tayida 3 ta 4 ta erkeklari qo'rg'olab yotibdi mana. Sizlarga hozir bu narsani ko'rsatib beraman. Ilon baliq ko'payganda, ya'ni ikra tashaganda ehtiyot bo'linglar. Juda ham bir tajovuzkor bo'ladi. Mana sizlar uchun hozir ko'rsatib beraman. Aslida buni qilishlik xato narsa, chunki tashab ketib qolishi mumkin bolalarini. Mana ko'rasizlar mana. Tashlanadi. Mana kelyapti o'sha. Mana ko'rdinglarmi? Shuning uchun akalar,
yaxshi niyat qilib boqyapsizlar. Boqqaninglarda iloji boricha yosh bola o'tmaydigan, qanaqadir shu parranda bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, shunaqa o'tmaydigan qilib o'rab qo'yishinglarni so'rardim. Mana men hozir o'rab qo'yganman, ko'rib turganinglardek. Juda ham bir tajovuzkor bo'ladi. Ehtiyot bo'lasizlar. Xudo xolasa kunlar mana yaxshi keldi bu yil. Issiqlar yaxshi bo'lyapti. Birimma-ketin ikra tashab, ikralari yorib chiqyapti xudo xolasa. Bu yerda ko'rganinglar, ya'ni ikkita basenimizdagi baliqlarimiz yana ozgina bir 5-10 sm bo'lgandan keyin, mana ko'rib turganinglardek, mana bu hovuzimizga olamiz. Bu hovuzimizni eniga 5 metr, uzunligi 10 metr boltgagalik qilib yasattirganman. Tent materialdan qilingan. Mana. Xudo xolasa kanalimizga rivoji uchun like bosib, podpishka qilishinglarni so'raymiz. Kanalimiz rivojlansa, nasib bo'lsa, inshaalloh niyat qilib shu boqaman degan aka-ukalarimiz bo'lsa, ekran pastiga nomer qo'yib qo'yamiz. Yaxshi niyatda olib boqsanglar bo'ladi. Qiyin emas ekan, unaqa qiyin narsa emas, juda ham bir nima deydi, suvini, shu ozuqasini berib tursangiz bo'ldi. Ilon baliq muncha kasal bo'lmaydi. Mabodo bo'lishi mumkin, mana bunaqa qamishlarning orasida bir-biri bilan urushib yoki bir o'ljaga tashlangan paytida bu yog'ini jarohatlab qo'yishlik mumkin. O'shani oldini olishlik maqsadida mana sizlarga ko'rsataman. Bu yoqda mana baklashkaga boylab turib, mana bunaqa qopga oddiy molga beradigan shu tuz bo'ladi-ku, toshlar. Shunaqadan tashab qo'ysanglar, haligi joyga, haligi jarohatini ishqalab o'zini o'zi davolab oladi. To'g'ri, endi internetlarda har xil ma'lumotlar bor. Tabib emas, boshdan o'tgan tabib deydi-yu. Qanaqadir shart emas ekan ilon baliqqa. Meni tajribamdan kelib chiqqan holatda bir qanaqadir dorilar, nimadirlar, u bekor gap. Bitta tuz tashab qo'yasiz, o'zi ishqalanib yaxshi bo'lib ketadi. Suvini shu vaqtida almashtirib tursangiz, qani endi doimiy suv to'xtamaydigan joy bo'lsa, kirib chiqib turishi barqaror bo'lsa, hech narsa qilmaydi akalar. Endi bizda oldingi videolarimda aytib o'tganimdek, mana nasosda suv tashaladi va nasosda bu yoqda mana shlankada tashqariga olib chiqib tashaladi suvlari. Tabiiylikka yarashish maqsadida mana bunaqa qamishlardan yashiklarga ekib chiqqanman. Xudo xolasa kimda-kim shu ilon baliqqa qiziqsa, oxirigacha kurashing. Chunki biz o'tgan yili tashagan edik. To'g'ri, odamda olib kelasiz, yaxshi niyat qilib, machni ona baliq qilib, erkaklarini para qilib olib kelasiz. Ikra tashamasa, bir hafsalangiz o'lib qoladi. O'shanda ham to'xtamang, Alloh baribir beradi. Yaxshi niyat qilib, kimdir to'y qilish niyatida, kimdir mashina olish niyatida, yana kimdir uylar qurish niyatida shu ishni boshlaydi. O'zimiz ham shunaqa bir yaxshi niyatlarda boshlaganmiz. Allohga shukr, mana shu kunlarga yetkazdi. Uje 3-partiyasi, boya ko'rsatib o'tgandek, 3-partiyasi ikra tashab bolalari yorib chiqdi. Kamerada ko'rsatib bo'lmayapti-da, mana shu o'rtadagi joyda, qani ko'rinyaptimi yo'qmi? Mana shu yerda ilon baliqlarimiz to'planib turibdi, ya'ni bolalari, lichinkalari. Xuddi shunaqa holatda juda ham bir mayda bo'lgan, ya'ni bir parda bo'ladi-yu, uy eski pardalar, uylarning pardalari. O'shunaqa pardadan bir sachok yasab olib turib, suzib olsanglar, hammasi bir tekisda olinadi. Keyin mana bunaqa ko'rib turganinglardek hovuzlarga tashlaysiz. Buni ustini savol berishinglar mumkin, nimaga yopib qo'ydinglar deb. Atrofida hech qanaqangi bir soya, bir joylari yo'q. Mana bu, mana ko'rinyaptimi? Lichinka bolalari quyoshda juda ham bir suv isib ketishi mumkin. Endi bu suvni to'ldirib olsak ham bo'lmaydi.
Shuning uchun 20 sm suv to'ldirib ustini yopib qo'yganmiz. Oziqasini vaqtida bersangiz juda ham bir tez katta bo'lar ekan. Hammasi yashil olgan ichiga. Shu stri bo'lib qolgan. Mana boya aytganimdek sachok. Mana bu ham oddiy uyga tutiladigan parda materialidan mana shunaqa sachok qilib olganmiz. Uzunroq bo'lsa yana ham yaxshi bo'ladi. Mana shunaqa sachokda mayda lichinkalarni suzib olasizlar. Kimga dafna kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Xudo xolasa uni ham yo'lga qo'yapmiz. Mana mayda dafnalari. Bu dafna o'zidan o'zi ko'payib ketadigan narsa. Uni ko'paytirish qanaqa bo'ladi deb so'rasanglar, oddiy shu molli go'ngini piyoz qopiga solib turib, 4 ta 5 ta burchagiga mana shunaqa kichkina hovuz bo'ladigan bo'lsa, solib qo'ysangiz, yarim cho'kkan holatda bo'lishi kerak, yarimi tepada qolsa ham bo'laveradi. O'shandan dafna ko'payadi. Bir marta solib qo'ysanglar yetadi. Mana bu yerda ham dafnalarimiz mayda bo'lib mijillab yotibdi. Akalar, bu kunlarni qancha kutgandim. Kimlar uchun qiziq bilmadim. Qiziqqan odamga juda ham bir xursandchilik bo'ladi. Alloh barakasini bersin. Hamma yaxshi niyatda shunaqa boqadigan bo'lsa, Xudo xolasa basseynimizni uzoqroqdan ko'rinishlari. Akalar, bizani kuzatib boringlar. Xudo xolasa birinma-ketin etap videolar qo'yib boramiz. Like bosib, boya aytganimdek podpishka qilsanglar juda ham bir xursand bo'lardik. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuninglar xayrli o'tsin.